Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishi 1-kurs magistranti Xurshid Pardayev. Men sizlar bilan bugun ilm dargohida doktor Aziz Zikriyoyev tomonidan o'rgatilayotgan dunyoning top 300 universitetlarida o'rganishingiz mumkin bo'lgan Stata dasturida muzqaymoq markazi biznesini tahlilini qilmoqchiman va o'rgangan ilmimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Maqsad harorat o'zgarishiga qarab sotuv hajmini prognoz qilish. Prognoz qilishimiz uchun bilganingizdek bizga ma'lumot, ya'ni data kerak. Ma'lumotimiz bo'lmasa kelajakni bashorat qila olmaymiz. Ya'ni bu mart oyi kunlari harorat, ya'ni 1-martda 10 gradus Selsiy bo'lgan harorat va sotuv hajmi 11 dona muzqaymoq bo'lgan. Bizda ma'lumot bor. Endi biz Stata dasturini ochib olishimiz kerak. Run as administrator. Biz Stata dasturini ochib oldik. O'zimizga qulay qilib oynani to'g'irlaymiz va bizga kerakli narsa chernovik va window oynasidan biz do file editor, ya'ni new do file editor oynasini ochib olamiz. Bu do file bizga chernovik vazifasini bajaradi va biz shu yerda buyruqlar ketma-ketligini yozib va saqlab qo'yishimiz mumkin. Vaqt tejash maqsadida men o'zim tahlilimiz uchun kerak bo'ladigan buyruqlarni bajarib saqlab qo'ygan edim va do fileni yukladim va bu yerga 3 yulduzcha qo'yganim sababi bu tahlilni shunchaki nomlab qo'yganim uchun Stata dasturi buni buyruq sifatida qabul qilmasligi uchun 3 ta yulduzcha qo'ydim. Ya'ni muzqaymoq biznesi uchun matematik bashorat. Biz bu yerda ham komand berishimiz mumkin, ya'ni buyruq berishimiz mumkin. Shu yerni o'zidan ham turib komand berishimiz mumkin. Endi biz import Excel sheet data ekan bizni buyrug'imiz, ya'ni biz birinchi qiladigan ishimiz haligi mart oyi datasini Excel formatida edi, shuning uchun yuklab olamiz Excel formatida. File, import qilib olamiz. Browse. Mana muzqaymoq. Ta'kidlab o'tishim joizki, agar muzqaymoq nomidan tashqari nuqta yoki boshqa belgilar bo'lsa, Stata dasturi buni o'qiy olmaydi, shunchaki o'zini xolisona qo'yib qo'yish kerak. Ochamiz va import first row as variable names, ya'ni birinchi qatorni bizga nom uchun bo'shatib beradi. Mana Excel datasini qabul qildi deyapti dastur. Endi biz nima qilamiz? Keyingi buyruqimiz ya'ni browse deb ataladi. Keling bu yerni ham buyruq berib ko'ramiz. Browse. Mana biz ma'lumotimiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib olsak bo'ladi. Mart harorat sotuv hajmi, ya'ni dastur ma'lumotni to'g'ri qabul qildi. Endi bundan chiqib keyingi tahlilimizga o'tamiz. Keyingi tahlilimiz bizda SSC install as doc. Ya'ni bu buyruq bizga ma'lumotlarni dokument, ya'ni Word shaklida saqlash imkonini beradi. Va biz shunchaki bu yerdan ham turib run tugmasini bosishimiz mumkin. Va end of do file, ya'ni Stata buyruqni qabul qilganini ko'rishimiz mumkin. Endi biz descriptive statistics, ya'ni tasviriy statistikaga o'tamiz. Ya'ni biz ma'lumotlarni o'rta, maksimum, minimum va standard deviation, ya'ni standart og'ishlarni ko'rishimiz mumkin bu buyruq asnosida. Keling SDoc sum buyrug'ini beramiz, ya'ni tasviriy statistikada run tugmasini bosamiz. Va qarang buni go'zalligini, Stata dasturini bizga, ya'ni variable o'zgaruvchilar, observation, mean harorat, o'rtacha harorat keling 25 gradus Selsiy bo'lgan bo'lsa, eng yuqori sotuv esa
1001 dona bo'lgan va 40 gradus bo'lgan edi harorat. Va o'rtacha sotuv hajmi esa bu yerda 239 dona bo'lyapti. O'rtacha sotuv hajmi, ya'ni standard deviation, ya'ni o'rtacha og'ish esa 256, 10 gradus 9 chiqaryapti. Endi buni mana bu buyrug'imizni berganimiz uchun, ssc install sdoc buyrug'ini berganimiz uchun bizga buni dokument shaklida yuklab olishimiz imkonini bergan edi va bu yerga o'zimiz uchun tahlilimiz uchun saqlab qo'yamiz. Va bizning keyingi tahlilimiz grafik tahlil, scatter plus liner fit. Grafik tahlilimiz bizga muzqaymoq sotuvining havo harorati bilan chiziqli bog'liqligini ko'rsatadi. Va bizga bu buyruq darkor. Buyruqni belgilab, shunchaki run tugmasini bosamiz va mana bu go'zallik chiqib keladi. Ya'ni X o'qi bu independent o'q, ya'ni mustaqil o'q. Y o'qimiz esa bog'liq o'q, dependent. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu qizil chiziq o'zgarishni ko'rsatyapti. Bu yer havo harorati, ya'ni havo harorati oshib borgani sayin bu nuqtalar sotuv hajmi oshib borayotganini ko'rsatyapti. Ya'ni havo harorati qancha yuqori bo'lsa, muzqaymoq shuncha ko'p sotiladi. Ya'ni buni copy qilib olamiz va shunchaki mana bu dokumentga saqlab olishimiz mumkin. Endi keyingi amalimiz bu normal distribution, ya'ni normal taqsimot qonuniga asoslanadi. Bu yerda histogram va frequency norm buyruqlari bor. Keling biz bu buyruqni bajaramiz. Run. Mana yana bir go'zallik chiqib keldi desak bo'ladi. Bu histogrammi, ya'ni histogram. Bu yerda havo harorati qancha oshayotgani, bu yer esa qancha takrorlanayotgani. Tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni harorat o'rtacha 25 gradus Selsiyda 25 gradus Selsiyda atrofida to'planganini ko'rsatyapti va bu davrda sotuvlar eng faol bo'lgan. Buni ko'rsatib beryapti. Havo 25 gradus Selsiy atrofida bo'lganda, ya'ni ko'rib turibsizki 9 marta takrorlanish bo'lgan desak ham bo'ladi. Va buni ham hujjat qilib saqlab olamiz. Va keyingi amaliyotimiz set mark. Bu amaliyotni bajaradigan bo'lsak, run qilamiz. Endi bu fayl, ya'ni statusini qabul qildi. Bu bizga mart oyini, ya'ni 1-dan 31-kungacha ekanligini stati aniqlab oldi o'zi uchun. Va biz regression tahlil qilamiz. Reg sotuv hajmi harorat buyrug'ini berish orqali. Mana bu shunchaki ajoyib dasturligini ko'rishingiz mumkin bu yerdan. Shunchaki buyruqlar orqali kuzatyapti. Bekorga bu ilmni Aziz Zikriyoyev ilmlar malikasi demagan ekanlar. Mana biz bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, regression tahlil orqali harorat 1 gradusga oshganida muzqaymoq hajmi 19 taga oshayotgan ekan. Havo ya'ni 1 gradusga oshsa, muzqaymoq sotish hajmi 19 donaga oshayapti. Va biz bu regressionni ham tahlilni ham copy qilib olsak bo'ladi. Va bu yerga joylab qo'yamiz. Bu saqlashni bu yerdan yaxshiroq qilib saqlasa bo'ladi, vaqt tejash maqsadida. Shunchaki copy qilib oldim va keyingi regressiondan keyin prognoz, ya'ni so'nggi bosqichimiz prognoz, ya'ni forecast. Biz bashorat qilamiz. Bu tahlillarga asoslanib predict, prognoz, progress, ya'ni run qilamiz va
Option XP assumed feed values. Ya'ni bu qiymatlarni qabul qildi. Prognoz uchun va 12 scatter sotuv hajmi mart, line prognoz mart. Ya'ni biz ham line shaklida, ya'ni chiziq ko'rinishida prognozni qabul qilib olishimiz mumkin. Shunchaki run tugmasini bosamiz. Bu yerda yana bir go'zallik. Ya'ni prognozimiz shuni ko'rsatyaptiki, stata yordamida regressiya natijasidan foydalangan holda kelajakdagi haroratga qarab sotuv hajmi bashoratini ko'rsatyapti. Masalan, harorat 30 misol uchun 30 gradus bo'lsa, harorat 30 gradus bo'lsa, kutilayotgan sotuv qancha bo'layotgani yoki necha dona bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Mana qanday qay tartibda o'zgarayotganini ko'rishimiz mumkin. Va buni ham biz copy qilib olamiz. Va shunchaki joylab qo'yamiz. Bu bizning bashoratimiz bo'ldi. Prognozimiz mana shu ko'rinishda bo'lyapti. Ya'ni mart oyida biz buni keyingi oylar uchun ham prognoz sifatida qabul qilishimiz mumkin. Va aziz kuzatuvchilar, biz tahlilimizni qildik. Bu tahlilimizdan biz shunday xulosa berishimiz mumkinki, biznes egasiga muzqaymoq sotuvi to'liq ravishda havo harorati bilan bog'liq. Harorat ko'tarilgan kunlarda biz ular, ya'ni reklama yetkazib berish yoki zaxira hajmini oshirish tavsiya etiladi. Bu model kelgusida sotuvni rejalashtirish, ishlab chiqarish, hajmini belgilash va marketing strategiyasini tanlashda ishlatish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamisha salomat bo'ling va kuzatishda davom eting. Rahmat.